o'zingiz guvoh bo'lib tursa, qo'l yetkizlik darajada juda past. Mana transformator 250 xo'jalikka mo'ljallangan, lekin mayda bir 500 xo'jalik foydalanamiz. 3 marta, 4 marta mana stalba o'nadi. Toldan, terakdan qilamiz. Dasturga kirgan mana shu yilning oxirigacha hamma ishlar yakunlanadi. Taxtachi tumani Saroy mahallasiga simyog'ochlarni o'rganish uchun ikkinchi marotaba kelishimiz. Birinchi marta kelganimizda mutasaddilar 2024-yilning oxirigacha elektr bilan bog'liq barcha muammolar hal etiladi deya va'da berishgan edi. Ammo 2025-yilning mart oyi kelgan bo'lsa hamki, hech bir muammo hal etilmagan. Kutdik masalan, yangi yilgacha kutdik, bu qoladi, bundan amalga oshmadi. Judayam toklarimiz pastda, masalan, ko'rishlaringiz mumkin. Umuman bitoviy texnikalar gapirmasa ham bo'ladi. O'tugimiz ishlamaydi-da. Ko'chib kelganimizdan beri har yili shu nonni ostamiz biz. Natija bo'lmagan. Va'da berdi, lekin va'dasi bizdan chiqmadi. Har zamonda keladi, yangi yil oldi ketdi, bir salobatidan bo'yini ko'rsatdi, ketdi. Undan biza qaytib bo'lmadi. Oldingi safar va'da bergan mas'ul negadir bu safar oldimizga kelishni xohlamadi. Shuning uchun telefon orqali gaplashdik. 2024-yilda haqiqatdan dasturimiz bor edi. U hududiy tarmoq dasturida bor, lekin unga kabellarni, to'lovlarni berdi, transformator ajratilmadi. Bizga aniq bir muddatda ayting. Bu gal ham va'da berildi. Fuqarolarning mas'ullarga nisbatan ishonchi so'nib bormoqda. Umid qilamizki, bu manzilga endi natija uchun qaytamiz. Charos Yo'ldoshev va Sherzod Rashidov, Samarqand.